Gulnora Karimova ishi nega tugatildi? Shveysariya sudi bankka 3 million frankdan ortiq jarima soldi. Qora dengizda keskin vaziyat. Rossiya Ukraina kemalariga zarba berganini ma'lum qildi. Tramp Eron bo'yicha 3 ta qarorni muhokama qilmoqda. Urush kuchayadimi? Gulnora Karimova ishi nega tugatildi? Shveysariya sudi bankka 3 million frankdan ortiq jarima soldi. Shveysariya sudi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq ish bo'yicha qaror chiqardi. Reuters xabariga ko'ra, Jeneva sudi Lombard Odier xususiy bankini pullarni yuvishning oldini olish uchun yetarli choralarni ko'rmagan deb topdi va bankni 3 million Shveysariya franki miqdorida jarimaga tortdi. Bundan tashqari, sud 400 million frankdan ortiq aktivlarni musodara qilishga qaror chiqardi. Bankning sobiq hisob menejeri esa 24 oylik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Prokurorlar Gulnora Karimovaning 2005-2013 yillar oralig'ida yuzlab million dollar mablag'ni Shveysariya bank hisoblariga o'tkazgan jinoiy tashkilotni boshqarganlik va pora olishda ayblab kelgan. Biroq sud Karimovaga nisbatan ishni tugatdi. Qarorda bunga javobgarlikka tortish muddati yakunlanishidan oldin uning Shveysariyaga topshirilishi yoki ozod qilinishi ehtimoli mavjud emasligi sabab qilib ko'rsatildi. Shu bilan birga 2011 yil iyulidan oldingi ayrim ayblovlar ham javobgarlikka tortish muddati o'tgani sabab bekor qilindi. Lombard Odier banki esa sud qarori ustidan shikoyat qilishini ma'lum qildi. Shveysariyadagi ushbu qaror Gulnora Karimovaga nisbatan O'zbekistonda chiqarilgan korrupsiya va boshqa jinoyatlar bo'yicha hukmlarga taalluqli emas. Reuters ma'lumotiga ko'ra, u O'zbekistonda avval sudlangan va hozirda ham qamoqda saqlanmoqda. Qora dengizda keskin vaziyat. Rossiya Ukraina kemalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi 28-iyul kuni Qora dengizda Ukrainaga harbiy yuk olib ketayotgan kema hamda Nikolayev portidagi yana bir kemaga zarba berilganini ma'lum qildi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, hujumlar tongda uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida amalga oshirilgan. Nishonga olingan obyektlar orasida Qora dengizning shimoliy-g'arbiy qismida harakatlangan Balker turidagi kema va Nikolayev portida turgan Kelektor kemasi bo'lgan. Rossiya harbiylari bu kemalar Ukraina qurolli kuchlari manfaatlari yo'lida foydalanganini ta'kidlamoqda. Bayonotda Rossiya armiyasi Ukraina portlari hamda harbiy maqsadlarda foydalanilayotgan dengiz obyektlariga zarbalarni davom ettirayotganligini qayd etgan. Ayni paytda zarbalar oqibatida qurbonlar bor yo'qligi yoki kemalarga qanday zarar yetgani haqida mustaqil tasdiqlangan ma'lumotlar mavjud emas. Ukraina tomoni ham hozircha Rossiya Mudofaa vazirligining bu bayonotiga rasmiy munosabat bildirmagan. Shu sababli voqea tafsilotlari mustaqil manbalar tomonidan hali ham tasdiqlanmagan. Tramp Eron bo'yicha 3 ta qarorni muhokama qilmoqda. Urush kuchayadimi? AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan davom etayotgan mojaroning keyingi bosqichi bo'yicha 3 ta ehtimoliy variantni muhokama qilmoqda. Bu haqda TASS xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, masala Oq uyda Tramp ishtirokida o'tgan yopiq yig'ilishlarda ko'rib chiqilgan. Xabarda aytilishicha, birinchi variant Eronga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirish. Ikkinchi variant Tehronga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etib, bosimni oshirish. Uchinchi variant esa AQSh o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishilganini e'lon qilib, mojarodan chiqishni ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Ma'lumotlarga ko'ra, yig'ilishlarda AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance, mudofaa vaziri Pete Hegseth, Birlashgan Shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Dan Keyn, prezidentning maxsus vakili Steve Witkoff va prezidentning kuyovi Jared Kushner ham ishtirok etgan. TASSning yozishicha, mojaro 5 oydan buyon davom etayotganiga qaramay, Washington o'z oldiga qo'ygan ayrim strategik maqsadlarga hali erisha olmagan. Xususan, harbiy bosim orqali Erondagi siyosiy hokimiyatni o'zgartirishga muvaffaq bo'lmagani qayd etilgan. Hozircha Oq uy ushbu 3 variantdan qaysi biri tanlanishi bo'yicha rasmiy qaror e'lon qilmagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.